Eşke takılıp bölümünde. Hep sıkıntı Zata to'g'risida echki zatni sifatni kim emne degan savollarga javob berganda biz zata to'g'ris deymiz. Besh qo'yasizmi echki? Erejani men qaytarib qo'yaman. Erejani aytib qo'y. Zata to'g'risida atın bildirgan so'zlarda aytasiz. Kim emne degan savolga javob beradi zata to'g'ris. Misoli, bu kim? Bu qiz. Bu kim? Bu o'quvchi. Bu kim? Bu muallim. Bu emne? Bu do'stqa. Bu emne? Bu gul. Bu emne? Bu teraza. Bu emne? Bu surut.